Pythonda funksiya bu bir necha marta qayta kuzatilishi mumkin bo'lgan kod bloki hisoblanadi. Funksiyalar kirish ma'lumotlarini qabul qila oladilar. Ular shuningdek har qanday turdagi ma'lumotlar bo'lishi mumkin bo'lgan chiqish ma'lumotlarini ham qaytarishlari mumkin. Funksiyaga biz beradigan o'sha kiradigan ma'lumotlar parametrlar yoki argumentlar deb nomlanadi. Funksiyadan foydalanish uchun siz uni biror nom bilan atashingiz va uni chaqirishingiz mumkin. Xo'sh, hozir birinchi navbatda biz oldindan ko'p ishlatib kelayotgan Pythondagi standart print funksiyasini eslasak, u bizga har qanday bergan ma'lumotimizni chop etish uchun ishlatilardi. Keling, biz o'zimizni print funksiyamizni yaratishga harakat qilib ko'raylik. Siz def kalit so'zi yordamida yangi funksiyani belgilashingiz mumkin. Ya'ni bu def kalit so'zi bilan boshlansa, Python bu funksiya ekanligini tanib oladi va funksiya nomidan keyin qo'sh tirnoq ochib yopilgan va uning ichida funksiyaga keladigan argument, ya'ni o'sha ma'lumotimiz. Endi funksiya tanasiga o'tamiz. Bu funksiya ishlatilganda yoki bajarilganda ishga tushadigan kod bloki hisoblanadi va u asosiy qatordan, ya'ni funksiya nomi yozilgan qatordan ichkariroqda joylashgan bo'ladi va o'sha ichkaridagi barcha kod qatorlari funksiyaga tegishli bo'ladi. Bu yerda bizni funksiyamizga argument sifatida istalgan nom kelishi mumkin va u name deb nomlangan argumentga, ya'ni o'zgaruvchiga saqlanadi va return orqali o'sha o'zgaruvchi funksiyadan qaytariladi. Qaytgan javobni ko'rganimizda esa o'sha biz funksiyamizga argument sifatida berib yuborgan har qanday tekst bo'lishi mumkin. O'zini qaytarib beradi. Ya'ni print funksiyasi bilan bir xil ishlaydigan funksiyani ko'rib chiqdik hozir. Pythonga qaysidir funksiyani ishga tushirishni xohlayotganimizni bildirish uchun shunchaki o'sha bizga kerakli bo'lgan funksiya nomini qauslar bilan birga yozing. Agar sizda qauslar bo'lmasa, u ishlamaydi. Sababi Python dasturi uni funksiya deb o'ylamaydi. Agar biz pulli odamlarga salom deydigan funksiya tuzmoqchi bo'lsak-chi, funksiyaga kirish ma'lumotlarini qabul qilish imkoni berishimiz kerak bo'ladi. Bu boya ta'kidlaganimdek parametr yoki argument deb ataladi. Funksiyaga argumentlarni o'rnatishning sintaksi shunchaki funksiya nomidan keyin qaus ichiga argumentning nomini berishdir. U argumentning nomini istalgancha nom bilan atashingiz mumkin. Hozirgi misolda men buni name deb atayman. Endi funksiya doirasida men uni oddiy o'zgaruvchi kabi ishlatishim mumkin bo'ladi. Hozir bu funksiyani chaqirganimda argumentni ham uzatishim kerak, chunki funksiya buni kutmoqda. Ya'ni funksiyadan foydalanmoqchi bo'lganimda argument sifatida unga qandaydir ism berib yuborishim kerak. Funksiya men yozgan ismni name argumentiga tenglashtiradi va name argumentini funksiya ichidagi blok orqali o'zim istalgancha tahrirlashim yoki qaytarishim mumkin bo'ladi. Va har safar bu funksiya ishga tushirilganda u ushbu satrlardan birini name argument sifatida oladi, keyin unga funksiya doirasida kirish mumkin bo'ladi. Funksiya ichidan tashqarida siz funksiya ichida yaratgan hech narsaga, jumladan argumentlarga ham kira olmaysiz, ularni ishlata olmaysiz. Ya'ni funksiyani ichidagi narsalar faqat funksiyaga tegishli bo'ladi, undan tashqarida ularni ishlata olmaysiz. Faqatgina funksiyaga argumentlar berish orqali qandaydir harakatni bajarishingiz va uning natijasini result sifatida qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, agar men ushbu matnni hozir chop etmoqchi emasman, keyinchalik uni ustida qandaydir amal bajarmoqchi bo'lsam, nima qilishim kerak degan savol tug'iladi. Ma'lum bo'lishicha, funksiyalar siz undan foydalanganda sizga natijani qaytarish usuliga ham ega. Buni return kalit so'zi bilan qilish mumkin. Return orqali biz natijani chop etish o'rniga uni qaytarib yuborishimiz mumkin. Ya'ni funksiya qandaydir amal bajaradi. Amal bajargandan keyin return orqali uning natijasini qaytaramiz va keyin yana nimadir qilmoqchi bo'lsak, funksiyadan qaytgan natijani boshqa o'zgaruvchiga saqlab, keyingi harakatni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Return o'ziga berilgan har qanday qiymatni funksiyadan qaytaradi. Agar hech narsa berilmasa, u none qiymatni qaytaradi. Xulosa qilib aytganda, funksiyadan natija olish uchun returndan foydalanishingiz mumkin. Bu natija o'zgaruvchida saqlanishi, chop etilishi yoki istalgan usulda ishlatilishi mumkin. Agar siz funksiyangiz biror bir ishni bajarishini va uning chiqishini boshqa narsa uchun ishlatishni istasangiz, bu foydali bo'ladi.
Shuningdek, biz funksiyaga bir necha parametr qo'shishimiz mumkin. Aslida biz xohlagancha qo'shishimiz mumkin. Qauslarga virgul qo'ying, argument qo'shing. Ular pozitsion argumentlar deb ataladi. Va undan foydalanish uchun funksiyani chaqirganingizda kerakli qiymatlarni ketma-ketlikda berishingiz kerak. Funksiyaga uzatiladigan ma'lumotlarning pozitsion tartiblanishi muhim, chunki u argumentlarning pozitsiyasiga mos keladi. Ya'ni agar siz funksiyaga avval name, keyin title kabi argumentlar bergan bo'lsangiz, funksiyadan foydalanayotganda ham unga avval odam ismini, keyin title'ini berib ketishingiz kerak. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin agar siz katta loyiha ustida ishlayotgan bo'lsangiz va narsalar qaysi pozitsiyada joylashishi kerakligini eslab qolishingiz kerak bo'lsa, bu xatolar va chalkashliklarga olib keladi. Ya'ni siz bilasiz, aniq name bor, title bor, misol uchun description degan argumentlar bor funksiyada, ammo qaysi biri birinchi yozilganligini bilmaysiz. Ana shunday holatlarda kalit so'zlar yordamida argumentlarni ham belgilash mumkin. Ya'ni bunda ketma-ketlik farq qilmaydi. Funksiyaga murojaat qilayotgan paytingiz, misol uchun name sardorga teng kabi bo'lishi mumkin. Bizda yana bir holat bo'lishi mumkin. Funksiyada qaysidir argumentlar majburiy, qaysidirlari esa majburiy bo'lmasligi mumkin. Ya'ni qaysidir argumentlarni kirgizish kerak, qaysidir argumentlar esa kirgizilmasa ham funksiya qandaydir natija qaytarishi kerak. Bu holatni ham amalga oshirish oson. Buning uchun majburiy bo'lmagan argumentga standart qiymatni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Bu holatda title bizda majburiy emas, shuning uchun teng ikki qo'shtirnoq qo'yamiz va qo'shtirnoq ichi bo'sh bo'ladi. Shunday qilib, agar funksiyaga title berilmagan bo'lsa, u shunchaki bo'sh satrga standart holatda o'rnatiladi va e'tibor berilmaydi. Funksiya bo'lsa, hech qanday xatoliksiz ishlayveradi, title kuzatilmaydi. Ammo shunday shart ham mavjud. Biz uchun ixtiyoriy bo'lgan barcha argumentlar, ya'ni title kabi kirgizsak ham bo'ladigan, kirgizmasak ham bo'ladigan argumentlar kiritilishi majburiy bo'lgan, bu yerda name kabi parametrlardan keyin kelishi kerak. Ya'ni ixtiyoriy parametrlar doim oxirida berilishi kerak funksiyaga. Ba'zan biz noma'lum miqdordagi argumentlarni qabul qila olishimiz kerak. Buning uchun biz yulduzcha yoki ko'paytirish sintaksidan foydalanishimiz mumkin. Bu bizga argumentni ro'yxat kabi ishlatish imkonini beradi. Bu yerda biz endi xohlagancha nomlarni kiritishimiz mumkin va funksiya shunchaki ularni ko'chirib o'tkazadi va salomlashishni chop etadi. Yulduzcha sintaksisi ro'yxatlar va lug'atlarni ochish uchun ham foydalidir. Biz ro'yxat tarkibini ochishimiz va keyin ularni funksiyaga o'tkazishimiz mumkin. Funksiyalarning asosiy afzalligi shundaki, ular bizga kodda foydali abstraksiyalarni yaratishga imkon beradi. Agar dasturlashda abstraksiya so'zini eshitsangiz, bu foydalanuvchidan biror narsaning murakkabligini yashirish va shunchaki uning asosiy elementlarini ochib berishni anglatadi. Nimadir narsa bor, uni soddalashtirilgan ko'rinishda ifodalash yoki bajarish deb tushunsanglar bo'ladi. Mavhum narsa bor. Misol uchun bu formulaga bir qarang. Bu kundalik hayotda juda keng tarqalgan, ishlatiladigan shu narsa, ya'ni formula. Siz uni ilgari ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bu nima ekanligini yoki nima vazifa bajarayotganligini bir o'ylab ko'ring. Agar topmagan bo'lsangiz ham zarari yo'q, lekin biz uni o'zgaruvchi nomlarni mazmunli narsaga aylantirsakchi, misol uchun x va z, y o'zgaruvchilarini boshqacha nom bilan atasakchi. Misol uchun mana bu kabi. Endi bu formulaning nima ish qilishini nisbatan esladingizmi? U ma'lum bir asosiy summa, foiz stavkasi va vaqt oralig'i uchun foizlarni hisoblab chiqaradi. Biz buni oldingi darslardan birida mashq vazifasi sifatida bergandik. Odatda bank depoziti yoki uy-joy kreditini hisoblash uchun ishlatiladigan formula hisoblanadi. Endi uni funksiyaga aylantiraylik. Shunday qilib, endi biz undan foydalanmoqchimiz. Bu juda oddiy. Shunchaki qiymatlarni beramiz va tamom. Biz ushbu formulani ko'pchilik odamlar hatto kodlashni bilmasalar ham shunchaki o'qish orqali tushunadigan narsaga aylantirdik va menimcha dasturchi uchun eng muhim ko'nikmalardan biri bu aynan shuni qila olishdir. Ya'ni bu ilg'or matematika yoki bir necha algoritmlarni yodlash emas, lekin murakkab g'oyalarni oddiy abstraksiyaga aylantira olish. Bunda biz oddiy qismlardan murakkab narsalarni yaratishimiz mumkin bo'ladi.